Dada, men fokus qilishni o'rgandim. Malades bacham, endi nima bo'ladi hozir bu yerda? Dada, men bu fokuslarim bilan endi maktabga borib pul ishlayman. Bachchalar oldida pulni olaman qo'ldan. Xohlasangiz sizga bir ikkitasini ko'rsatishim mumkin. Ko'rsatgan bir ikkitasini, ko'raylik qani, qo'lingdan nima keladi? Mana. Voy, onangga. Qanday qilding bacham? Bu sachoqsiz chalg'it tushdi-nu, dada, u kutilmagandan zarba beraman-da, shilapa ichidan olib. To'xta unda bacham. Hozir g'anini chaqirib kelaman, shu fokuslaring g'aniga ko'rsat. G'anijon, o'g'lim bor-kan, shu o'g'lim. Ha. Fokuschilik o'rgangan. Ha. Shunday fokus qiladi, hayron qolasiz. Qani bitta ko'rsatsin qani? Как раз bitta yangi fokusim bor. U uchun menga g'anaka kerak bo'ladi. Hali hech kim ko'rmagan bu fokusni birinchilarda ko'rsataman. Voy, voy! Yomon o'rgansiz, voy! To'xtanglar. Meniki emas-ku bu. Kimiki unda? O meniki-ku. Yana bitta fokusim bor. Bu 100% o'xshaydi mana. Hoppa! Ko'rdingizmi? Bas ballonlari 200% sifat nazorat. Undan tashqari jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Ham 4 ta fasl chidamli. Zo'r probegam beradi. Qalay? Ana bu foydali lekin bacham. Malades.